Hozir aytadigan masalamiz bu musulmon kofir, erkak va ayol har bir insonni boshidan bir marotaba bo'lsa ham hayotida bir o'tgan bir masalani aytib o'tamiz. U masala qarz masalasi. Qarz dunyoda bir ikkita odamlarda bo'lmasligi mumkin yoki boshidan o'tmagan bo'lishligi ehtimol. Lekin aksar insonlarning hayotidan bu qarz masalasi o'tadi. Oz bo'lsa ham albatta o'rni bor, boshqasi bor, lekin qarzga olishlik, birovdan qarz bo'lishlik insonning hayotida bo'lib qolishi mumkin. Hozir inshaalloh bir duoni aytamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lib rivoyat qilingan duo. Kim o'sha duoni ko'p o'qib yuradigan bo'lsa, inshaalloh Alloh taolo tog'dek qarzi bo'lsa ham Alloh taolo albatta u insonni qutqazadi. Ya'ni u inson qarzdan qutulib, Alloh taolo o'sha insonga nusratini, yordamini beradi. Bunga olimlarimiz so'zlari va tajribalari ham bunga ochiq guvoh. U duo quyidagicha: Allohumma kfini bi halalika an haramik va aghnini bi fadlika amman siwak. Bu duo doimo o'qilishligi kerak. Albatta bir mahal namozda ertalab, kechqurun degan vaqti yo'q. Lekin ba'zi bir ulamolarimiz juma kuni shu duoni 70 marotaba o'qiydigan bo'lsa yaxshiroq bo'ladi va 2 haftaning o'rtasida albatta Alloh taolo u insonni qarzdan qutqaradi degan bir rivoyat, ya'ni olimlarimizning so'zlari bor. Albatta hadisda aytilmagan bu narsa, lekin ulamolarimiz o'zlarining solihlari mujarrib deb qo'yadi, tajribasidan o'tkazgan va solih insonlar o'sha so'zlarni aytib ketgan. Demak, azizlar, shu duoni har bir vaqtda xossatan juma kuni o'qiydigan bo'lsak inshaalloh juda bir foydali va ko'pchilik musulmonlarga yordam beradi degan umiddamiz. Alloh taolo qarzdor birodarlarimizni qarzdan qutqarib, Alloh subhanahu va taolo ularga ham nusratini, yordamini bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.